Mana do'stlar, aptab pishgan qizilgul gulqani qat'iy o'xshamaydi, mana ko'rdingizlarmi? Mana mattuk, naq maydon ko'kis qo'y. Mana. Vah. Mana. Shunda yeyishlik do'stlar, aptab pishgan haqiqiy. Mana. Vah. Issiq yaqalamki deb qo'rqmisingiz bo'ldi mana. Voy, issiq pazkajmi mavi. Vah. Mana haqiqiy aptab pishgan gulqan. Mana. Ko'rdingizmi? Vah. Buniki shifolik rolini nayt nurg'un do'stlar. Buniki shifolik rolini so'zlasak bu birdam so'zlab tugatgili bo'lmaydi. Bu almisoqdan cho'nglarimiz yeb kelayotgan shifolik taraflarini his qilib bilib kelayotgan nayt isil sifatli mahsulot do'stlar. Bu alrus gulqanlarimiz bo'lsa Xotanniki yerli qizilguldan ishlangan mushu yolqintoq bag'riga kelib aptab qoqlab pishirish nuqtasiga yetkazib turib pishirib tayyor qilgan sifatli gulqanlar do'stlar.